بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. Assalomu alaykum, qadrli tinglovchilar. Mana necha asrlarkim muborak Ramazon islom olamini munavvar aylamoqda. Zero uning sharofati bilan yurtimizda, xonadonimizda, qalbimiz va shuurimizda poklikka intilish hissiyoti yanada jo'sh uradi. Iloyo shu intilish aslo so'nmasin. Ramazon kunlari va tunlari aynan shu muqaddas kitobimiz Qur'oni Karimni mutolaa qilmoq har bir muslim va musulmon uchun xayrli va savoblidir. Shu bois ixlosli shinamandalarga yana ham ko'proq qulaylik bo'lsin deb ovozli uslubda taqdim etishga jazm etdik. Bu ishimizni Allohning o'zi bizlarga oson aylasin. Fotiha surasi Makka da nozil qilingan 7 oyatdan iborat. Suraning 10 ga yaqin nomlari bo'lib, ulardan eng mashhuri Fotiha, ya'ni ochuvchi. Qur'oni Karim shu sura bilan boshlangani uchun mazkur nom berilgan. Islom dini ko'rsatmalarining asosini tashkil etgani uchun unga Ummul Qur'on, ya'ni Qur'onning onasi nomi ham berilgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Hamd olamlarning Rabbi Allohga kim? U mehribon, rahimli va jazo va mukofot kunining egasidir. Sengagina ibodat qilamiz va sendangina yordam so'raymiz. Bizni shunday to'g'ri yo'lga yo'llaginki, u sen in'om etgan zotlarning yo'li bo'lsin, g'azabga uchragan va adashganlarning emas. Baqara surasi Madinada nozil qilingan 286 oyatdan iborat. Baqara sigir demakdir. Surada Musa alayhissalom bilan qavmi o'rtalarida kechgan ibratli voqealardan biri sigir voqeasi bo'lgani sababli unga ramziy ma'noda shu nom berilgan. U Qur'ondagi eng yirik sura bo'lib, unda e'tiqod, ibodat, iqtisod, muomala, axloq, nikoh, taloq, idda kabi masalalar bilan bir qatorda Musa alayhissalom, Fir'avn va Bani Isroil qavmi o'rtasidagi mojarolar o'z aksini topgan. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Alif Lam Mim. Ushbu kitob shubhadan xoli va taqvodorlar uchun hidoyat manbaidirkim. Ular g'aybiy xabarlarga iymon keltiradigan, namozni barkamol o'qiydigan va biz rizq qilib bergan narsalardan ehson qiladiganlardir. Yana ular sizga va sizdan ilgari o'tgan payg'ambarlarga nozil qilingan narsalarga, ilohiy kitob va sahifalarga iymon keltiradigan,
hamda oxiratga qat'iy ishonadiganlardir. Aynan ular Parvardigorlari tomonidan ato etilgan hidoyat uzra barqarordirlar va ana o'shalar oxiratda najot topuvchilardir. Haqiqatan taqdirida iymonsiz bo'lishi bitilib, dunyoda kofir bo'lganlar ularni ogohlantirsangiz ham, ogohlantirmasangiz ham ularga baribir iymon keltirmagaylar. Ularning qalblari va quloqlariga Alloh muhr urib qo'ygan. Ko'zlarida esa parda bor. Ular uchun ulkan azob tayyorlab qo'yilgandir. Odamlar orasida shundaylar ham borki, ular biz Allohga va oxiratga iymon keltirdik deydilar. Vaholanki o'zlari mo'min emaslar. Ular Allohni va iymon keltirganlarni aldamoqchi bo'ladilar. Lekin o'zlari sezmagan holda o'zlarinigina aldaydilar. Ularning dillarida illat bor. Alloh ularga shu illatni ziyoda qildi. Yolg'on gapirib yurganlari uchun ularga alamli azob bordir. Ularga yer yuzida fasod qilmangiz deyilsa, ular albatta biz chin islohchilarmiz deydilar. Ogoh bo'lingki, aynan ularning o'zlari buzg'unchilardir. Lekin buni o'zlari sezmaydilar. Ularga sizlar ham ana u odamlardek iymon keltiringiz deyilsa, biz shu nodonlarga o'xshab iymon keltiramizmi deydilar. Ogoh bo'lingki, ularning o'zlari nodondirlar, lekin buni o'zlari bilmaydilar. Iymon keltirgan kishilarga duch kelib qolganlarida biz ham iymon keltirdik deydilar. O'z shaytonlari boshliqlari bilan holi qolganlarida esa biz albatta sizlar bilan birgamiz. Faqat biz mo'minlarni mazax qiluvchilarmiz xolos deydilar. Alloh ularni mazax qiladi va ularning shu haddan oshganlaricha adashib yurishlariga ma'lum muddatgacha qo'yib beradi. Hidoyat o'rniga zalolatni sotib olganlar o'shalar. Lekin ularga bu savdolari foyda qilmadi va ular hidoyat yo'liga yuruvchi ham bo'lmadilar. Ular bamisoli bir olov yoqqan yo'lovchi kimsadirki, olov uning atrofini yoritganida Alloh bexosdan olov nurini ketkazib, ularni zulmatlar ichra hech narsani ko'rolmaydigan holda qoldirgan. Ular ma'nan kar, soqov va ko'rdirlar. Bas, ular zinhor hidoyatga qaytmagaylar. Yoki osmondan jala keltiruvchi bulut kabidirki, unda quyuq zulmat, momaqaldiroq va chaqmoq bo'lib, ularning ta'siri va yashillar tufayli o'lishdan qo'rqib, barmoqlarini quloqlariga tiqib olurlar. Alloh esa kofirlarni xohlagan paytda har tomonlama qurshab oluvchi. Chaqmoq ularning ko'zlarini ko'r qilgudek darajada bo'lib, u har gal yoritganida ozgina yurib oladilar.
qorong'ulikka kirganlarida esa yura olmay turib qoladilar. Agar Alloh xohlasa edi, ularni quloq va ko'zlaridan mahrum qilgan bo'lar edi. Zero Alloh har narsaga qodir zotdir. Ey insonlar, sizlarni va sizlardan oldingilarni taqvoli bo'lishingiz uchun yaratgan Rabbingizga ibodat qilingiz. U sizlar uchun yerni poyandoz, osmonni bino qilib qo'ydi va osmondan suv tushirib, u sababli sizlarga rizq sifatida mevalar undirdi. Bas, bilib turib, Allohga boshqalarni tenglashtirmangiz. Agar bandamizga Muhammadga tushirgan narsamizdan, Qur'ondan shubhada bo'lsangiz, bas, siz ham unga o'xshash birgina sura yozib keltiring va Allohdan o'zga guvohlaringizni chaqiring agar rostgo'y bo'lsangiz. Bordi-yu bu ishni qilmasangiz, zinhor qila olmaysiz ham. U holda yonilg'isi odamlar va tosh, but va sanamlardan iborat kofirlar uchun tayyorlab qo'yilgan do'zaxdan saqlaning. Iymon keltirib, solih amallarni qilganlarga xushxabar beringki, ular uchun ostilaridan anhorlar oqib turuvchi bog'lar bordir. Rizq etilgan mevalardan har gal tanavvul qilganlarida, bu ilgari biz yegan mevalarning xuddi o'zi-ku deydilar. Zero ularga bir-biriga o'xshash mevalar berilgan edi. Yana ular uchun u yerda pokiza xotinlar bordir va ular u yerda abadiy qoluvchilardir. Alloh chivin, balki undan ham yuqori narsalar haqida zarbul masal aytishdan uyalmaydi. Iymonli kishilar-ku uni haqiqatan o'zlarining Rabbi tomonidan yuborilgan haq narsa deb biladilar. Kofirlar esa bu masal bilan Alloh nima demoqchi o'zi deydilar. Bu masal bilan Alloh ko'plarni adashtiradi va u bilan ko'plarni to'g'ri yo'lga hidoyat qiladi. Lekin Alloh u bilan faqat aslida betafiq bo'lishi muqarrar fosiqlarnigina adashtiradi. Qayski ular Alloh ahdini uning bitimidan keyin buzadigan, Alloh bog'lanishiga buyurgan narsalarni uzadigan va yer yuzida buzg'unchilik qiladigan kimsalardir. Ular albatta ziyon ko'ruvchilardir. Ey mushriklar, o'lik ekaningizda sizni tiriltirgan, so'ngra sizga yana o'lim beradigan, keyin sizni tiriltirgach siz huzuriga qaytariladigan Allohni qanday inkor etasiz? U shunday zotki, sizlar uchun yerdagi barcha narsalarni yaratdi. So'ngra samo sari turdi-da, uni 7 qavat osmondan iborat qilib qo'ydi. U barcha narsani biluvchidir. Eslang, Rabbingiz farishtalarga men yerda xalifa odam yaratmoqchiman deganida, ular aytdilar, unda yerda buzg'unchilik qiladigan,
qonlar to'kadigan kimsani yaratmoqchimisan? Holbuki biz senga hamding bilan tasbihlar aytamiz va seni muqaddas deb bilamiz. Alloh aytdi: albatta, men sizlar bilmagan narsalarni bilurman. Alloh odamga barcha yaratilgan va yaratilajak narsalarga tegishli nomlarni o'rgatdi. So'ngra ularni farishtalarga birma-bir ko'rsatib dedi: agar e'tirozingizda rostgo'y bo'lsangiz, ana u narsalarni nomlari bilan menga aytib beringiz. Ular dedilar: zoti poking haqqi, bizda o'zing bildirganingdan o'zga ilm yo'qdir. Albatta sen dono va hakimdirsan. Alloh aytdi: ey odam, ularga mazkur narsalarni nomlari bilan aytib ber. Ularga nomlarini aytib berganida u dedi: men osmonlar va yer sirlarini, sizlar oshkor qilayotgan va yashirib yurgan narsalaringizni bilurman demaganmidim? Eslang, biz farishtalarga odamga sajda qilingiz deb buyurishimiz bilan ular sajda qildilar. Faqat iblis bosh tortib takabburlik qildi va kofirlardan bo'ldi. Biz yana aytdik: ey odam, sen va jufting Havvo jannatda yashangiz va xohlagan joylaringizda undan ne'matlaridan bemalol tanavvul qilingiz. Faqat mana bu daraxtga yaqinlashmangiz. Aks holda zolimlardan bo'lib qolursiz. Bas, shayton ikkisini vasvasa bilan undan chalg'itib turgan joylari jannatdan chiqardi. Biz ularga aytdik: bir-biringizga kelajak zurriyotingiz bilan o'zaro dushman holingizda yerga tushingiz. Ma'lum vaqtgacha ajal yetguncha sizlar uchun yerda qaror topish va undan foydalanish bordir. Bas, odam Rabbidan kalimalarni qabul qilganidan so'ng Alloh uning tavbasini ijobat etdi. Albatta, u Tavvob, tavbani qabul etuvchi va rahimlidir. U yerdan, jannatdan hammangiz tushingiz dedik. Bas, sizlarga mendan hidoyat kelganda, hidoyatimga ergashganlarga xavf yo'qdir va ular tashvish ham chekmaydilar. Kofir bo'lgan va oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar aynan o'shalar do'zax ahlidirlar. Ular o'sha yerda abadiy qoluvchilardir. Ey Isroil avlodi, sizlarga in'om etgan ne'matimni eslangiz. Ahdimga vafo qilingiz, toki men ham sizlarning ahdingizga vafo qilay va mendangina qo'rqingiz. O'zingizdagi narsa Tavrot va Injilni tasdiq etuvchi holda nozil qilgan narsam Qur'onga iymon keltiringiz. Uni birinchi bo'lib inkor etuvchi bo'lmangiz. Oyatlarimni o'zgartirish evaziga beriladigan
ozgina bahoga sotmangiz va mendangina qo'rqingiz. Haqni nohaqlik bilan qorishtirmangiz, hamda bila turib haqiqatni yashirmangiz. Namozni barkamol o'qingiz, zakot beringiz va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilingiz. Kitob, Tavrot va Injilni o'qib turib, odamlarni yaxshilikka buyurasiz-u, o'zingizni unutasizmi? Aqlni ishlatmaysizmi? Allohdan sabr va namoz ila yordam so'rangiz. Dar haqiqat, u namoz og'ir ishdir. Illo itoatli, xokisor kishilarga og'ir emas. Ular Rabbilariga oxiratda yuzma-yuz bo'lishlarini va uning huzuriga qaytajaklarini haq deb bilurlar. Ey Isroil avlodi, sizlarga in'om etgan ne'matimni va sizlarni olamlar uzra afzal qilganimni eslangiz. Biror jon, biror narsada boshqa jonning o'rniga o'tmaydigan, undan shafoat ham qabul qilinmaydigan va gunohlari uchun badal ham olinmaydigan, hamda ularga yordam berilmaydigan kundan qo'rqingiz. Sizlarni, Muso qavmini og'ir azoblar bilan qiynagan, qizlaringizni tirik qoldirib, o'g'illaringizni qatl etayotgan Fir'avn navkarlaridan qutqarganimizni ham eslangiz. Bunda Rabbingizdan sizlarga ulkan sinov bordir. Sizlar sababli o'tib olishlaringiz uchun dengizni 12 yo'lakka bo'lib sizlarni qutqarganimiz, ko'z o'ngingizda Fir'avn lashkarini g'arq qilganimizni ham eslangiz. Muso bilan 40 kecha va'dalashganimiz, undan huzurimizga ketganidan keyin sizlar o'zlaringizga zulm qilgan holingizda buzoqqa sig'inganingizni eslangiz. So'ngra o'shandan keyin ham shukr qilarsiz deb sizlarni afv etdik. To'g'ri yo'lga tusharsizlar deb Musoga kitobni, Tavrotni va haq bilan nohaqni ajratuvchi Furqonni berganimizni eslangiz. Musoning o'z qavmiga: ey qavmim, sizlar buzoqqa sig'inish bilan o'zingizga zulm qildingiz. Endi o'zingizni bir-biringizni o'ldirish bilan yaratuvchingizga tavba qilingiz. Yaratuvchingiz nazdida shu qatl sizlar uchun yaxshiroqdir degan so'zini eslang. Shunday qilib Alloh tavbangizni qabul etdi. Albatta, u kechirimli va rahimlidir. Ey Muso, Allohni oshkora ko'rmagunimizcha senga hech ham ishonmaymiz deyishingiz bilan ko'z o'ngingizda sizlarni chaqmoq urganini ham eslangiz. So'ngra shukr qilursizlar deb o'lganingizdan keyin yana sizlarni tiriltirdik. Shuningdek, ustingizga bulutlarni soyabon qildik. Samoviy noz-ne'matlar va pishirilgan bedanalar nozil etib,
sizlarga rizq sifatida berilgan pok narsalarni yenglar dedi. Ular Isroil avlodi itoatsizliklari bilan bizga zulm qilmadilar, balki o'zlarigagina zulm qildilar. Biz sizlarga ushbu qishloqqa, Qudsga kiringiz va undan xohlagan joylaringizda lazzatlanib, yeb ichingiz. Darvozadan sajda qilgan holingizda kirib, Allohga af et deb aytingiz. Shunda biz xatolaringizni kechiramiz va ezgulik qiluvchilarga ajru savobni ham ziyoda qilurmiz deganimizni eslangiz. Shunda zolim kimsalar ularga aytilgan so'zni boshqa so'zga almashtirdilar. Bas, qilgan bu buzg'unchiliklari tufayli biz zulm qilganlar uzra osmondan balo yog'dirdik. Eslang, ey Isroil avlodi! Muso o'z qavmi uchun suv so'raganida asoyini toshga ur dedik. Bas, undan 12 chashma otilib chiqdi. 12 urug'dan har bir guruh o'z suvini bilib taqsimlab oldi. Yana Allohning rizqidan yeb ichingiz, yer yuzida buzg'unchilik qilmangiz dedik. Yana eslang, ey Muso, biz bir xil taom yeyishga sabr qila olmayapmiz. Rabbingdan duo qilib so'ra, bizga yer o'zidan undirib chiqaradigan bodring, sarimsoq, moshloviya, piyoz kabi sabzavotlardan yetishtirib bersin deganingizda, u yaxshi narsani past narsaga almashtirmoqchimisizlar? Biror shaharga tushingiz, u yerda sizlar uchun so'ragan narsangiz bor degan edi. Ularga bu noshukurliklari tufayli xorlik va miskinlik bitib qo'yildi, hamda Allohning g'azabiga uchradilar. Bunga ularning Alloh oyatlarini inkor qilganlari va payg'ambarlarni nohaq qatl etganlari sabab bo'ldi. Yana boshqa sababi esa ularning itoatsizliklari va tajovuzkorliklaridir. Albatta, mo'minlar, shuningdek yahudiylar, nasroniylar va sobiylardan kimki Allohga va oxirat kuniga iymon keltirsa hamda solih amallarni qilsa, ularga Rabbilaridan ajr bordir. Ularga xavf yo'qdir va ular tashvish ham chekmaslar. Eslang, ey Isroil avlodi! Biz ahd-u paymoningizni olgan edik va tepangizda Tur tog'ini ko'tarib turib, sizga keltirgan narsamizni, Tavrotni mahkam tuting va undagi narsa, oyatlarni zikr eting, shoyat shunda taqvoli bo'lsangiz degan edik. Keyin o'shandan so'ng vafodan yuz o'girdingiz. Agarda sizlarga Allohning fazli va rahmati bo'lmaganida edi, albatta ziyon ko'ruvchilardan bo'lib qolar edingiz. Shanba kunida sizlardan tajovuz qilganlarni bildingiz. Biz ularga qadrsiz maymunlarga aylaningiz dedik. Biz buni ulardan oldingi
va keyingi davr uchun ibratli jazo, taqvoli kishilar uchun esa nasihat manbai qildik. Eslang, Muso o'z qavmiga Alloh sizlarni biror sigir so'yishga buyurdi deganida, ular bizni istehzoga tutyapsanmi dedilar. Muso dedi: Johillardan bo'lib qolishimdan meni Alloh asrasin. Ular dedilar: Rabbingdan biz uchun duo qilib so'ra, bizga u sigir nimaligini bayon qilsin. Muso dedim: U aytmoqdaki, u qari ham, yosh ham bo'lmagan o'rta yoshdagi sigirdir. Bas sizga buyurilgan narsa ishni qilingiz. Ular dedilar: Rabbingdan biz uchun duo qilib so'ra, bizga uning rangini bayon qilsin. Muso dedi: U aytmoqdaki, u yarqiroq, sarg'ish rangli sigir bo'lib, ko'rganlarni quvontirur. Ular dedilar: Rabbingdan biz uchun duo qilib so'ra, uning qanaqaligini bayon qilsin. Zero bizga sigirlar bir-biriga o'xshash tuyuldi. Xudo xohlasa biz albatta to'g'ri yo'lni topuvchilarmiz. Muso aytdi: U aytmoqdaki, u shunday sigirki, yer haydashga ham, ekinlarni sug'orishga ham o'rgatilmagan, nuqsonsiz, unda sarg'ish rangidan boshqa rang yo'q. Ular endi haqiqatni keltirding deb, uni o'sha sifatlarga ega sigirni zo'rg'a topib so'ydilar. Vaholanki bu ishni qila olmasliklariga sal qolgan edi. Eslang, bir insonni nohaq o'ldirib, shu sababli janjallashib qolgan edingiz. Holbuki Alloh siz yashirgan narsalarni yuzaga chiqaruvchidir. Dedik: Uni murdani, uning so'yilgan sigirning bir bo'lagi bilan uringiz. Alloh o'liklarni xuddi shu kabi osongina tirildiradi va aql ishlatishingiz, fikr yuritishingiz uchun sizlarga bu dunyoda o'z alomatlarini ko'rsatadi. So'ngra shundan mo'jizalarni ko'rgandan keyin ham dillaringiz qotdi. Bas, ular ba'zi dillar tosh kabidir, balki undan ham qattiqroqdir. Zero shunday tosh ham borki, undan anhorlar otilib chiqadi. Yana shunday ham borki, yorilib undan suv chiqadi va yana shunday ham borki, Allohdan qo'rqib joyidan qulaydi. Alloh sizlarning qilayotgan ishlaringizdan g'ofil emasdir. Ular Isroil avlodining sizlarga ishonishidan umid qilyapsizmi, ey musulmonlar? Vaholanki ulardan bir guruhi Allohning kalomini eshitib, anglab olganlaridan so'ng bila turib, uni o'zgartirar edilar. Ular yana iymonli kishilar bilan uchrashganlarida iymon keltirdik deyishar. O'zlari holi qolganlarida esa bir-birlarini koyib, Rabbingiz huzurida sizlar bilan bahslashishlari uchun ularga, musulmonlarga, Alloh sizlarga ochgan Tavrotda bildirgan narsa
Muhammad haqidagi bashorat to'g'risida gapiryapsizmi? Aqlni ishlatmaysizmi? deyishar edi. Alloh ularning yashirgan va oshkora qilgan narsalarini bilib turuvchi zot ekanini bilmaydilarmi? Ularning ichida yozuvini bilmaydigan, faqat xayolot bilan gumonsirabgina yuradigan omilari ham bor albatta. Ammo o'z qo'llari bilan yozuvni bitib, so'ngra uni arzimagan bahoga sotish uchun bu kitob Alloh huzuridandir deydigan kimsalarning holiga voy. Bas, o'z qo'llari bilan yozganlari ham, topgan foydalari ham o'zlariga falokat bo'lur. Ular yahudiylar deydilar: bizlarga do'zax o'ti sanoqli oz kunlardagina tegar. Ularga ayting, Alloh huzurida shunga ahd qabul qilganmisizki, Alloh ahdiga xilof qilmasa yoki Alloh nomidan bilmagan narsalaringizni gapirayapsizmi? Yo'q, aslo. Kimki yomonlik kasb etsa va gunohlari uni o'rab olgan bo'lsa, bas. Ana o'shalar do'zax ahlidirlar va ular u yerda abadiy qoluvchilardir. Iymon keltirib, solih amallarni qilganlar esa aynan ular jannat ahlidirlar va ular u yerda abadiy qoluvchilardir. Eslang, biz Isroil avlodidan faqat Allohgagina sig'inasiz. Ota-ona, qarindosh, yetim va miskinlarga yaxshilik qilasiz. Odamlarga shirin so'z bo'ling, namozni barkamol o'qing, zakot bering deb ahd olgan edik. Keyin siz, ey Isroil avlodi, ozchilik qismingizdan boshqangiz ushbu ahddan yuz o'girdingiz. Eslang, ey Isroil avlodi, sizlardan bir-biringizning qoningizni to'kmangiz, o'zlaringizni bir-biringizni yurtingizdan badarg'a qilmaysiz degan ahdingizni olgan edik. So'ngra o'zlaringiz guvohlik berib, uni e'tirof ham etgan edingiz. So'ngra sizlar yana o'sha o'zlaringizni bir-biringizni o'ldirayapsiz. Bir qismingizni yurtlaridan chiqarib yuborayapsiz. Ularga qarshi gunoh va zulm ila hamkorlik qilayapsiz. Sizga ularning dushmanlariga qarashli asirlar kelsa, tovon bilan qutqarib yuborayapsiz va holanki ularni chiqarib yuborish sizlarga taqiqlangan edi. Yoki kitob Tavrotning bir qismiga ishonib, bir qismini inkor etasizmi? Sizlardan kim shunday qilsa, uning jazosi shu dunyoda sharmanda bo'lish, qiyomat kunida esa qattiq azobga giriftor bo'lursiz. Alloh bu qilmishlaringizdan g'ofil emasdir. Ular haqiqatan oxirat o'rniga foniy dunyo hayotini sotib olgan kimsalardir. Shunday ekan, ularga beriladigan azob uqubatlar yengillashtirilmas va ularga yordam ham berilmagay. Haqiqatan biz Musoga kitob
Tavrotni berib, uning ortidan bir necha payg'ambarlar yubordik. Iso ibn Maryamga ham hujjatlarni berdik va uni Ruhul Qudus Jabroil bilan quvvatladik. Har gal biror payg'ambar sizlarga yoqmaydigan narsa oyatlarni keltirsa, kibr qilib, bir qismini yolg'onchiga chiqarib, bir qismini qatl qilaverasiz. Dillarimiz islom uchun yopiq deydilar. Yo'q, balki kufrlari bois ularni Alloh la'natlagan. Binobarin ularning ozchilik qismigina iymon keltiradilar. Qachonki ularga Alloh huzuridan o'zlaridagi narsani, Tavrotni tasdiq etuvchi kitob Qur'on kelganida, ilgari kofirlarga qarshi xuddi shu kitob vositasi bilan yordam so'rab yurar edilar. O'zlariga tanish zot Muhammad kelganda uni inkor etdilar. Kofirlarga Allohning la'nati bo'lsin. Alloh o'z bandalaridan xohlaganiga fazli vahiysidan yuborishiga hasad qilib, Alloh nozil qilgan narsa Qur'onni inkor etdilar. O'zlarini sotgan bu narsalari naqadar yomon. Bas, g'azab uzra g'azab bilan qaytdilar. Kofirlarga xor etuvchi azob muqarrardir. Ularga Alloh nozil qilgan narsaga iymon keltiring deyilsa, biz o'zimizga nozil qilingan narsaga iymon keltiramiz deydilar. Va keyin kelgan ulardagi narsa Tavrotni tasdiq etadigan haqni, Qur'onni inkor etadilar. Ularga ayting, agar mo'min bo'lsangiz, nega ilgari Allohning payg'ambarlarini o'ldirar edingiz? Muso sizlarga hujjatlarni, oyatlar va mo'jizalarni keltirganidan keyin ham zolim bo'lib, kufrga botib, buzoqqa sig'indingiz. Eslang, ey Isroil avlodi, biz o'shanda ahd-u paymoningizni olgach, tepangizda Tur tog'ini ko'tarib turib, keltirgan narsamizni, Tavrot oyatlarini mahkam tuting va eshiting deganimizda, bobolaringiz eshitdik va lekin bo'ysunmadik dedilar. Kufrlari tufayli dillari buzoqqa sig'inish havasi bilan sug'orilgan edi. Ayting, agar chindan ham mo'min bo'lsangiz, sizlarga iymoningiz buyurgan narsa buncha ham yomon? Ayting, agar Alloh huzurida oxirat diyori, jannat boshqa odamlarga emas, faqat sizlarga xos bo'lsa va bu da'volaringizda rostgo'y bo'lsangiz, unga erishish uchun tezroq o'lishni orzu qilingiz. O'z qo'llari taqdim etgan narsa gunoh sababli ular uni, o'limni sira orzu qila olmaydilar. Alloh zolimlarni yaxshi biluvchidir. Ularni odamlardan va mushriklardan ham hayotga, yashashga hirs qo'yganroq holda topasiz. Ba'zilari 1000 yil umr ko'rishni xohlaydi. Vaholanki, umrning uzunligi uni azobdan uzoqlashtiruvchi emas. Alloh esa
ularning qilmishlarini ko'rib turuvchidir. Ayting, kim Jabroilga dushman bo'lsa, axir u uni Qur'onni qalbingizga Allohning izni bilan o'zidan avvalgi ilohiy kitoblarni tasdiq etadigan mo'minlarga hidoyat va xushxabar holida nozil qildi-ku. Kim Allohga, uning farishtalariga, payg'ambarlariga, Jabroil va Mikoilga dushman bo'lsa, bilib qo'ysinki, Alloh ham unday kofirlarga dushmandir. Haqiqatan biz sizga aniq oyatlarni nozil qildik. Ularni faqat fosiqlargina inkor eturlar. Har gal biror ahd paymon qilsalar, ulardan bir guruhi uni buzaveradimi? Aslida ularning aksariyati iymon keltirmaslar. Alloh tomonidan ulardagi narsani tasdiq etuvchi payg'ambar Muhammad kelishi bilan kitob, Tavrot berilganlardan bir guruhi Allohning kitobi Qur'onni xuddi bilmagandek ortlariga uloqtirdilar. Yana ular Sulaymon podshohligidagi shaytonlar, jinlar o'qiydigan narsalarga ergashib ketdilar. Sulaymon kofir bo'lmadi, lekin odamlarga sehr joduni hamda Bobildagi Horut va Morut nomli farishtalarga tushirilgan narsalarni o'rgatadigan shaytonlar kofir bo'ldilar. U ikki farishta biz faqatgina sinov vositasimiz, bizga ishonib kofir bo'lib qolma deb ogohlantirmaguncha hech kimga sehrni o'rgatmas edilar. Ikkisidan xotinning o'rtasini buzadigan narsani o'rganar edilar. Lekin ular Allohning iznisiz u bilan hech kimga zarar yetkaza olmaslar. Xullas, o'zlariga foydasi yo'q, balki zararli narsalarni ta'lim olar edilar. Uni Alloh kitobini sehrga almashganlarga oxiratda nasiba yo'qligini ham yaxshi bilar edilar. O'z nasibalarini qanchalik yomon narsaga sotib yuborganlarini bilsalar edi. Agarda ular iymon keltirib taqvo yo'lini tutganlarida Alloh tarafidan beriladigan savob ular uchun yaxshiroq edi. Ey iymon keltirganlar, payg'ambaringizga ro'yino demay, unzurno deyingiz. Hamda uning so'zini tinglangiz. Kofirlarga oxiratda alamli azob bordir. Ahli kitoblarning, Yahudi va Nasroniylarning kofirlari va mushriklar sizlarga Rabbingiz tarafidan biror yaxshilik, vahiy tushishini aslo yoqtirmaydilar. Alloh esa rahmatiga o'zi xohlagan kishini xos etadi. Alloh buyuk fazl sohibidir. Ey Muhammad, biror oyatni bekor qilsak yoki yodingizdan chiqartirsak, undan yaxshirog'ini, ummatingizga munosibrog'ini yoki o'shaning aynan o'ziga teng boshqa oyatni keltiraveramiz. Allohning har narsaga qodir ekanini
bilmadingizmi? Osmonlar va yerning hukmronligi Allohga xos ekanini va sizlar uchun Allohdan boshqa biror do'st yoki yordamchi yo'q ekanini bilmas edingizmi? Yoki ey Makka ahli, ilgari Musodan so'ralganidek payg'ambaringizdan ham so'rashni xohlaysizmi? Kim iymonni kufrga almashtirsa, to'g'ri yo'ldan adashishi muqarrardir. Ahli kitoblarning ko'pchiligi iymon keltirganingizdan keyin va ularga haqiqat ravshan bo'lgandan so'ng ham hasad yuzasidan sizlarni yana kufrga qaytarishni istaydilar. Bas, Alloh o'z amrini keltirguncha ularni af etib xatolaridan o'ting. Albatta, Alloh har narsaga qodirdir. Namozni barkamol o'qingiz va zakotni beringiz. O'zingiz uchun nimaiki yaxshilik qilgan bo'lsangiz, uni, ya'ni savobini Alloh huzurida topajaksiz. Albatta, Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turuvchidir. Ular jannatga faqat yahudi yoki nasroniy bo'lganlar kiradi dedilar. Bu ularning orzulari. Ayting ularga, agar rostgo'y bo'lsangiz, dalilingizni keltiring. Yo'q, kimki yuzini, o'zini Allohga bo'ysundirsa, Rabbi huzurida unga ajr muhayyo. Ularga oxiratda xavf yo'q va ular biror narsa uchun tashvish ham chekmaydilar. Yahudiylar, nasroniylar hech narsada yo'q desalar, nasroniylar, yahudiylar hech narsada yo'q dedilar. Vaholanki, ular har ikki toifa kitob o'qiydigan savodxon edilar. Shuningdek, o'qishni bilmaydiganlar boshqa soxta dinlarga mansub kimsalar ham ularning gapiga o'xshash gapni aytdilar. Ularning bu kabi kelisha olmagan narsalari yuzasidan qiyomat kuni Alloh hukm qilur. Allohning masjidlarida uning nomi zikr etilishiga qarshilik qiladigan va ularni xarob qilishga urinadiganlardan kim ham zolimroqdir? Axir bu kabi kimsalar uchun u yerlarga, Ka'ba yoki Baytul Maqdisga faqat qo'rqqan hollaridagina kirishlari mumkin edi. Ular uchun bu dunyoda sharmisorlik, oxiratda esa buyuk azob bordir. Mashriq ham, mag'rib ham Allohnikidir. Bas, qaysi tarafga yuzingizni qaratsangiz, o'sha tomonda Allohning yuzi mavjuddir. Albatta, Alloh fazli keng, dono zotdir. Allohning farzandi bor dedilar. U Alloh esa ularning iddaosidan pok zotdir. Balki osmonlar va yerdagi narsalar uning mulkidir. Hammasi unga bo'ysunchidir. U yer u osmonlarning yaratuvchisidir. Biror ishni qiladigan bo'lsa, faqatgina unga
bo'l desa bas, u bo'ladi. Bilmaydigan nodon kimsalar Alloh bizga bevosita gapirsa edi yoki biror alomat kelsa edi deydilar. Ulardan oldingilari ham ularning gaplariga o'xshash gaplarni aytgan edilar. Dillarida o'xshashlik bor. Biz chinakam ishonadigan kishilar uchun oyatlarni bayon qildik. Albatta, biz sizni haq bilan Qur'on, tavhid, islom bilan xushxabar beruvchi va ogohlantiruvchi qilib yubordik. Do'zax ahli haqida siz so'roqqa tutilmaysiz. Yahudiy va nasroniylar to ularning dillariga kirmaguningizcha sizdan sira rozi bo'lmaydilar. Ayting, to'g'ri yo'l bu Allohning yo'lidir. Qasamki, agar sizga kelgan to'g'ri ma'lumotlardan keyin ham ularning xohishlariga ergashsangiz, Alloh tarafidan sizga biror do'st ham, yordam beruvchi ham bo'lmagay. Biz kitob, Tavrot, Injil yoki Qur'on bergan kishilar, mo'minlar uni to'g'ri buzmay tilovat qiladilar. Ular unga, Muhammadga va kitobga iymon keltiradilar. Kim uni inkor etsa, ana o'shalar ziyon ko'ruvchilardir. Ey Isroil avlodi, sizlarga in'om etgan ne'matimni va sizlarni butun olamlar uzra afzal qilganimni eslangiz. Biror narsada o'zganing o'rniga o'ta olmaydigan, badal ham olinmaydigan, unga shafoat ham foyda bermaydigan, hamda ularga yordam ham berilmaydigan kun qiyomatdan qo'rqingiz. Eslang, Ibrohimni bir necha so'zlar bilan Rabbi imtihon qilganida ularni mukammal ado etdi. Shunda Alloh, albatta, men seni odamlarga imom, peshvo qilaman dedi. Ibrohim zurriyotimdan hammi deb so'radi. Alloh aytdi, mening ahdim zolimlarga tegishli emas. Eslang, Baytni, Ka'bani odamlar uchun ziyoratgoh va xavfsiz joy qilib qo'ydik. Ibrohim maqomini namozgoh qilib olingiz. Ibrohim bilan Ismoilga tavof, e'tikof va ruku sujud qiluvchilar uchun baytimni poklangiz deb buyurdik. Eslang, Ibrohim, ey Rabbim, buni Makkani tinchlik shahri qilgin va uning aholisidan Allohga va oxirat kuniga ishonuvchilariga turli mevalardan rizq qilib bergin deganida, Alloh ulardan kofir bo'lganlarini esa biroz rizqlantirib, so'ngra do'zax azobiga mubtalo eturman. Bu o'ta yomon oqibatdir dedi. Eslang, Ibrohim o'z o'g'li Ismoil bilan birgalikda uyning, Ka'baning poydevorini ko'targanlarida shunday duo qildilar: ey Rabbimiz, bizdan albatta sen eshituvchi
va donodirsan. Ey Rabbimiz, ikkimizni o'zingga bo'ysunuvchi et va zurriyotimizdan ham senga itoat qiladigan ummat chiqargin. Yana bizga hajga doir ibodatlarimizni ko'rsatib ber va tavbalarimizni qabul et. Albatta sen tavvob, tavbani qabul etuvchi va rahimlidirsan. Ey Rabbimiz, ularga, kelajak ummatlarga o'zlaridan chiqqan, ularga oyatlaringni tilovat qilib beradigan, kitob va hikmat, Qur'on va hadisni o'rgatadigan va ularni kufr va gunohlardan poklaydigan bir payg'ambarni yuborgin. Albatta sen aziz, qudratli va hakim, hikmat sohibidirsan. Ibrohimning dinidan faqat o'z qadrini bilmaydigan kishilargina yuz o'giradilar. Biz uni dunyoda payg'ambarlik uchun tanlab oldik va u oxiratda ham albatta solih bandalardan bo'lur. Eslang, Rabbi unga bo'yin sun deganida, u barcha olamlarning Rabbiga bo'yin sundu dedi. Ibrohim o'z o'g'illariga, shuningdek nabirasi Yaqub ham shu dinni vasiyat qilib dedilar. O'g'illarim, albatta Alloh sizlar uchun shu dinni tanladi. Bas musulmonlik holingizdagina dunyodan o'tingiz. Ey Isroil avlodi, yoki Yaqubga o'lim kelganda o'g'illariga mendan keyin nimaga sig'inasiz deganida, ular sening ilohing va bobolaring Ibrohim, Ismoil va Ishoqning ilohi bo'lmish yagona Allohga sig'inamiz va bizlar faqat uning o'zigagina bo'yin sunuvchilarmiz deb javob berganlarda, ularga guvoh bo'lganmidingiz? Ular o'tib ketgan ummatlardir. Ularning a'mollari o'zlariga va sizlarning a'mollaringiz ham o'zingizga qaytdir. Sizlar ularning qilmishlari uchun javob bermaysiz. Yahudiylar va nasroniylar, Yahudi yoki nasroniy bo'ling, shunda hidoyat topasiz dedilar. Siz, ey Muhammad, ayting, aslo yo'q. Biz to'g'ri yo'ldan toyilmagan, mushriklardan bo'lmagan Ibrohim diniga ergashamiz. Aytingiz, ey mo'minlar, Allohga bizga nozil qilingan narsa, kitobga, Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub va uning avlodlariga nozil qilingan narsalarga, Musoga, Isoga va barcha payg'ambarlarga parvardigorlaridan berilgan narsalarga iymon keltirdik. Biz ular o'rtasidan birortasini payg'ambar emas deb ajratib qo'ymaymiz va biz unga, Allohga bo'yin sunuvchilarmiz. Agar ular, ahli kitoblar, sizlar iymon keltirgan narsalarga iymon keltirsalar, to'g'ri yo'lni topgan bo'ladilar. Bordi-yu, yuz o'girsalar, u holda demak sizlarga nisbatan adovatlari bordir. Sizni ulardan himoya etishga Allohning o'zi kifoya qilur. U eshituvchi va donodir. Allohning bo'yog'iga, diniga kiringiz.
Allohnikidan yaxshiroq bo'yoq din bormi? Biz ungagina sig'inuvchilarmiz. Ayting ey Muhammad, bizning ham, sizning ham Rabbingiz bo'lmish Alloh haqida biz bilan tortishasizmi? Bizning a'mollarimiz bizga, sizning a'mollaringiz sizga. Biz faqat ungagina ixlos qiluvchilarmiz. Yoki sizlar Isroil avlodi, Ibrohim, Ismoil, Ishoq, Yaqub va uning avlodi hammasi Yahudi yoki Nasroniy bo'lgan deysizmi? Ayting ey Muhammad, ularning dinlarini sizlar biluvchiroqmi yoki Allohmi? Guvohlikni Allohdan yashirgan kimsadan kim ham zolimroqdir? Alloh qilayotgan ishlaringizdan, noto'g'ri guvohlik berishingizdan g'ofil emasdir. Ular o'tib ketgan ummatlardir. Ularning a'mollari o'zlariga va sizlarning a'mollaringiz ham o'zingizga qaytur. Sizlar ularning qilmishlari uchun javob bermaysiz.